Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mana biz muhabbat yo'riqlaridan o'rganib kelyapmiz. Bitta narsani shu qoidaga asoslanib aytib o'tmoqchimanki, biz ko'pincha vali zotlar, aziz avliyo zotlar deganda qandaydir shu faqat o'sha zikrni qilib yuradigan muloyim tabiat, shunaqa bir bosiq, og'ir bosiq, shunday bir odamlarni tasavvur qilamiz-da, tushunamiz, lekin haqiqatda shunday. Lekin insonning o'sha ichida shunaqa katta shijoat yotgan, shunaqa katta jasorat, shunaqa katta ruhiy, ilohiy energiya borda ularda. Shunaqangi katta nima deydi, shu taslim bo'lmaslik, shunday bir g'ayrat, shunday bir shijoat joylashgan bo'ladi va ular o'shanday narsalarini ham bosgan holda harakatlanishadi. Masalan, tasavvur qilaylik, bir insonni sabr masalasida, ya'ni Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, sabrda inson eng og'ir sabr bu ibodatlarga qilinadigan sabrdir deydi. Masalan, insonni uyi kuyib ketishi, boshiga bir tashvish, musibat tushishi mumkin, sabr qiladi, tabiiy majbur sabr qilishga. Sabab bo'lar ish bo'ldi. Endi u yig'laydi, dod faryod qiladimi, baribir o'sha kunni o'tkazadi, baribir tishini tishiga qo'yadi, baribir sabr bilan o'tadi. Lekin haqiqiy qiyin sabr bu Alloh taoloning ibodatida sabr bilan turishlik deydi. O'sha namoz bizga buyurilgan farz amallarda, sunnat amallarda chiroyli holatda o'sha narsani davomiy holatda olib ketishlik, vazifalarni doimiy qilib borishlik, shunga o'xshagan narsalarda, ya'ni insonning sabri sinaladi shu o'rinlarda va bu haqiqiy o'sha Alloh taolo sabr qiluvchilarning ajr mukofotlari, ya'ni to'la to'kis qilib beriladi deb Alloh taolo Qur'onda bashorat qilganidek, ya'ni innalloha ma'as sobirin, albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir degandek, shu o'rinlarda ya'ni inson endi tashqaridan bo'layotgan narsalarga chiroyli sabr qilish bilan birga, ya'ni ibodatlarda ham doimiy tarzda sabr qilib yurishlik, bu juda ham fazilat ustiga fazilatli ish hisoblanadi. Demak, aziz avliyo zotlarni hayotlarini qaraydigan bo'lsak, aziz avliyo zotlarning barchalarida shunaqa katta bir energiya, g'ayrat, shijoatni shu sig'dirib, o'shandek narsada bosib turishadi. Ya'ni biz ularni nima deydi, o'sha bir ursa ham indamay ketaveradigan bir shunaqa bir holatda deb bilamizda, lekin adashamiz bu o'rinda. Chunki ularda haqiqiy ma'noda ularda Alloh taologa qullik, ularda haligi bunday aytganda ruhiy balandlik bor. Endi buni masalan rus tilida haligi duxi baland deydi-ku jangchilarni. Ya'ni shu qadar ularda shunaqa katta ruh bor ularda. Va bu narsa bular hayotda ular uchun nima deydi, qo'rqinch tug'diradigan hech narsa yo'q. Ularda shunaqa jasorat, shunaqa bir kuch, shunaqa narsa turadi. Ya'ni ular xuddi shunaqa, ya'ni yuqori odamlar. Bu butun bashariyatning eng oliy toifalari ular. Ya'ni ular, ya'ni oqsuyak bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo'q, ular dunyoning eng oliy bandalari, eng oliy insonlar hisoblanadi. Endi bevosita bu so'zlarimiz Hazratni 24-yo'riqlariga taalluqli bo'lganligi uchun gapni shundan boshladik. Ya'ni u zot Shams Tabriziy hazratlari aytadilarki, 24-qoidada, modomiki inson ashrafi mahluqot, ya'ni ashrafi mahluqot degani yaratilganlar ichida eng sharaflisi degani. Ashrafi mahluqot ekan, bosayotgan har bir qadamida Allohning yerdagi xalifasi ekanini yodda saqlab, bunga ko'ra mas'uliyat bilan harakat qilmog'i shart. Inson kambag'al bo'lib qolsa, yo tuhmatga uchrasa, yo qamoqqa olinsa va hatto asirga olinsa ham boshi tik, ko'zi tiyrak, ko'ngli amin bir xalifaday harakat qilaverishdan voz kechmasligi kerak deydi. Judayam bir insonga shijoat beradigan, mo'minni quvvatlantiradigan, ruhiga ruh qo'shadigan, ozuqa kiritadigan buyuk bir jumlalar. Bir inson tafakkur qilib bu narsalarni topolmaydi, lekin Alloh taoloning do'stlariga Alloh taolo bildiradi, Alloh taolo ularga so'zlattiradi. Demak, xalifa masalasi. Xalifa
Demak, o'rinbosar degani. Alloh taolo avvalda nima dedi? Men dedi yerda o'rinbosar yaratmoqchiman dedi. Xalifa yaratmoqchiman dedi. Ya'ni insonning yaratilishi uning xalifa bo'lib yaratilishi bilan bog'liqdir. Ya'ni inson bu dunyoga xalifa bo'lib kelinishi, ya'ni iroda qilingan. Endi xalifa o'rin bosar ekan, modomiki podshohning buyruqlarini bajarishlikda u hormasdan, tolmasdan xizmat qilish kerak. Chunki u o'sha narsalarni joriy etishlik uchun podshohning huzuridan kelgan insondir. U podshohning o'sha mamlakatdagi o'rinbosaridir. U podshohning har bir hukmlarini joriy etishligi, har bir narsalarida qaytariqlardan qaytishligi kerak bo'ladi. Demak, inson ashrafi maxluqot o'laroq, ya'ni insonlarning yaratilganlarning eng sharaflisi ekan, modomiki shunday his qilar ekan inson o'zini, u Alloh taoloning yerdagi bandasi. Shunday bandasiki, u uning xalifasi. Xalifa, ya'ni men har bir inson, ya'ni o'zi aytadiki, xalifa endi bizda podshohlarga ham aytilgani, demak o'zini podshohdek tutishi. Ya'ni butun olamlar podshohining yerdagi podshohi kabi o'zini tutishi. Va inson o'ziga o'zi aytadiki, ya'ni men Alloh taoloning yaratgan bandasi va xalifasiman. Meni Alloh taolo nimalarga buyurgan, men u narsalarda g'ayrat qilishim, nimalardan qaytargan, u narsalarda qaytishda g'ayrat qilishim kerak, harakat qilishim kerak. Ya'ni mening butun himmatim Alloh taolo bilan bog'langan holda bo'lishi kerak dedi. Ya'ni mana shunday holatda bog'langan holatda xalifadek o'zini tutishi, hech qaysi bir qiyinchilik sanamasligi va bu yo'lda shijoat, g'ayratida doim turishligi, mustahkam turishligi, sabot bilan turishligi, mana bu insondagi Alloh taolo bergan o'sha xalifalik maqomidan foydalanishidir. Yani inson haqiqatan bu mas'uliyat. Bu mas'uliyat. Ya'ni bir inson o'zini xalifa deb bilar ekan, o'zini yerdagi Alloh taoloning xalifasi deb bilar ekan, mana shu so'zni o'zi, ya'ni Alloh taolo men yerda xalifa yaratmoqchiman degan Alloh taoloning so'zi insonga shunaqa quvvat berish kerak. Bugungi kunda hali motivatorlar chiqyapti, boshqalar chiqyapti, qandaydir bir ruhshunoslar chiqadi. Yo'q, agar inson Qur'on bilan, hadis bilan yashar ekan, Alloh taoloning zikri bilan, ibodati bilan yashar ekan, unga hech qanday motivatsiyani keragi yo'q. Chunki insonga Qur'on ruh beradi, energiya beradi. Hadislar ruh beradi, energiya beradi. Bu inson qanday qilib g'ayrati so'nib qolishi mumkin? Faqat o'sha narsalarni doimiy tarzda, ilmni doimiy tarzda olib, doimiy bir qalbni yumshatadigan bir so'zlardan, ma'ruzalardan tinglab borishligi, yaxshi insonlar, solih insonlarning davrasida bo'lishligi, olimlar majlislarida ishtirok etib turishligi, shunga o'xshagan narsalar insonga doimiy quvvatni, energiyani doimiy bir manba o'laroq berib turadi bu narsalar. Demak, inson Allohning yerdagi xalifasi ekanini yodida saqlash kerak har doim. Bir gunohga ro'baro bo'ldingiz. Alloh undan sizni qaytargan. Siz u gunohga ro'baro bo'lar ekansizda, siz podshohsiz. Yo'q deysiz. Ya'ni siz o'zingizni xalifa his qilar ekansiz, nafsingizga hukmronlik qilishligingiz ham oson kechadi. Yo'q, meni Alloh bu narsadan qaytargan, men ashrafi maxluqotman. Men bu ma'siyat botqoq. Men bu botqoqqa tushmayman. Men bu passaning u narsani, gunoh, ma'siyatlarni passaning, bu narsalarga men yaqinlashmayman, chunki men toza odamman. Meni Alloh ashraf maxluqot qilgan va xalifa qilgan va u gunohlardan chetlanasiz. Endi bu narsada ya'ni insonga nisbatan o'zini xalifadek tutishi emas, balki uning qarshisiga kelayotgan narsalar, taqdirida bo'layotgan jarayonlarga nisbatan o'zini xalifa tutishligi lozim bo'ladi. Ya'ni inson musulmon ustidan bir boshqaraman men buni yoki qandaydir bir narsalarni o'tkazaman deb emas, balki o'ziga kelayotgan gunohlar, o'ziga kelayotgan savoblar, xayrli ishlar, hatto xayrli ishlarni kechiktirishlik ham yaxshilik alomati emas. U ham o'sha insonning g'ofilligidan, xayrli ishlarni vaqtida bajarishlik, xayrli amallarni kechiktirmaslik, yomon ma'siyat ishlardan uzoqlashishlik, qochishlik, shunga o'xshagan narsalar ham insondagi xalifalikni rivojlantiradi. Mana shu o'rinlarga kelganida u o'zini ashrafu maxluqot ekanini, bunday past narsalar unga yarashmasligini, himmati oliy ekanligini va uning himmati Alloh taoloning roziligi ekanligi va bu yo'lda ketayotganligini unutmasligi kerak bo'ladi. Hatto u zot aytadi, inson kambag'al bo'lib qolsa, kambag'al bo'lib bor butidan ayrilib qolsa,
bor narsasidan bor narsasini, ya'ni bor narsasidan ayrildi, bor narsasini qurbon qildi, yo'q bo'ldi. Shunday bir holatga tushib qolsa ham va yoki bir tuhmatga uchrab qoldi. Alloh saqlasin tuhmat balosidan ham. Ya'ni inson tuhmatga uchrab qolganda uni oqlaydigan hech kim qolmaydi. O'zini o'zi oqlolmaydi. O'zining guvohligi o'ziga qabul qilinmay qoladi. Shunday bir holatlar bo'lib tuhmatdan, ya'ni yuzi yerga egilib qoladi. Tuhmatchilarning hamma so'zlari, har bir gaplari 100% to'g'ridek tuyulib qoladi. Lekin inson bu xuddi bir chorasiz holatga ham tushib qolishligi mumkin. Unga tuhmat bo'lib qolishligi va yoki qamoqqa olinib qolishligi mumkin va yoki asirga olinib qolishligi mumkin. Mana shunday holatlarda ham inson o'zini ashrafi maxluqot ekanligini, o'zini xalifa ekanligini, o'zini o'sha buyuk zot tomonidan yuborilgan bu yerdagi Alloh taoloning maxsus bir insoni ekandek o'zini his qilishligi kerak bo'ladiki, ana shunday holatda turganda ham boshini tik ko'tarishi, ko'zida tiyraklik bo'lishligi, yoki ko'nglida aminlik, yoki xotirjamlik bo'lishligi, ko'ngildan, ya'ni Alloh taoloni aytgani bo'ladi degandek qattiq ishonch bilan, Alloh taolo najot berishiga ishonch bilan, mana shunday holatda amin, ya'ni ko'ngli amin bo'lgan bir holatda, ishongan bir holatda xalifadek harakat qilaverishligi taqozo qilinadi. Bundan shunday narsalar talab qilinadi. Masalan, olaylik, payg'ambarlarning jasoratlarini qaraylik. Payg'ambarlardan Nuh alayhisalomni ibrat misolida keltirsak, 950 yil Qur'onda Alloh taoloning o'zi aytgan, 50 yilga 1000 yil, ya'ni Alloh taologa da'vat qilgan, charchamagan, bo'shashmagan, ranjimagan va bu narsalardan, odamlardan xafa bo'lmagan va Alloh taolo menga shuni buyurgan degan va mana shunday yashagan. Yoki Ayyub alayhisalomni olaylik. Shunday bir dard musibatlar berildi, ammo nima qildi? Alloh taolodan uzilmadi. Alloh taolo keyin dard va musibatlarini aritdi va u zotga shunday bir najot berdi. Yusuf alayhisalomni quduqdan chiqarib Misrga hukmdor qildi. Ya'ni yoki Sulaymon alayhisalomni olaylik. Sulaymon alayhisalomga Alloh taolo qanchalab mol mulklar berdi, qanchalab boyliklar berdi. Ammo u zotni ibodat qilishdan hech narsa chalg'ita olmadi. U zot bir kun asr namozi vaqtida deydilar, shu otlar bor edi, ya'ni erkak kishining fitratida otga qiziqishlik bor. Bugungi kunda o'sha otlarning o'rnini mashinalar egallagan, shuning uchun ham ko'p mashinaga qiziqadiganlarni ham to'g'ri tushunaman. Ya'ni insonning fitratida ulovga qiziqishlik erkak kishining fitratida bor. Ya'ni Sulaymon alayhissalom ham tabiiyki bandai ojizlik bilan asr namozini kechiktirib qo'ydilar. Otlariga mahliyo bo'lib, shunaqa kechiktirib qo'ydilar va barchasini Alloh taoloning yo'lida qurbon qilib tashladi. Ya'ni ular Alloh taolodan chalg'itgani uchun. Keyin mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning endi jasoratlarini, u zotning tutgan o'rinlarini, g'ayrat shijoatlarini endi so'zlasak, bu soatlab, kunlab, oylab, yillab vaqtlar ketadi. Endi sahoba ikromlardan bir sahobani bir bog'i bor edi deydi. Bog'ida shunday namoz o'qib turganida bog'da bir qush sayraydi-da, u zotni namozdan, xushusidan uzib qo'yadi. Uzib qo'yar ekan, o'sha namozini ado etib bo'lgandan keyin o'sha bog'da Alloh yo'liga sadaqa qilib yuboradi. Ya'ni bu narsalar, ya'ni bu qalbida unday dunyo muhabbati yo'qligini anglatadi. Bu insonlarni va bular haqiqiy yerdagi Alloh taoloning xalifasi o'laroq yo'qotishlardan, kelishlardan hech qaysidan qo'rqish yo'q ularda. Ularda hech narsadan qo'rquv bo'lmaydi. Ularda faqat bitta qo'rquv bor, o'sha Alloh taoloning nazaridan qolib qolishlik. Alloh taolodan uzilib qolishlikgina qo'rquv bo'ladi. Qolgan qo'rquvlar bo'lmaydi ularda. Ya'ni ular xalifadek har doim harakat qilishadi. Mana o'zimizda ham 11-12-asrlarda Najmiddin Kubro hazratlari, mana avliyolar vali tarosh deb aytishgan u zotda, hatto vali tarosh shu darajadagi, ya'ni valiylarni yetishtirib chiqaradigan bir inson bo'lgan. Endi avliyo bo'lish, vali bo'lish qay darajada bir og'ir riyozatlar bilan bo'ladigan bo'lsa, endi o'sha valiylarni yetishtirib chiqara oladigan darajadagi bir zot bo'lganlar, karomatlari zohir bo'lgan. Mo'g'ullar bostirib kelgan vaqtlarda mana o'zini vatanini, o'ziga tug'ilib o'sgan yerlarini himoya qilish uchun jangga otlanib 70 yoshida, ya'ni ko'plab mo'g'ullarni qatl qilib, ya'ni o'zlari ham shahid bo'lib ketadilar. Shayx Najmiddin Kubro hazratlari. Ya'ni bu Alloh taoloning avliyo zotlarida, do'stlarida, ya'ni o'zini ana shunday tutishlik bor. Xalifadek tutishlik bor. Endi masalan bu xalifadek tuta olishlik kimlar uchun?
Bu hamma uchun emas, bu xoslar uchun. Ya'ni siz ibodatda bo'layotgan, Alloh taoloning haqiqatan farzlarini bajarayotgan, Alloh taoloning buyruqlarini bajarib, qaytariqlardan qaytishga harakat qilayotgan insonsiz, siz o'zingizni shunday his qilishlikka haqlisiz. Ammo siz o'z ma'siyatning ichida yuribsiz, Allohni tanimay yuribsiz, boshqa siz o'zingizni qanday qilib Alloh taoloning yerdagi xalifasi deb o'zingizni ishontira olasiz? Avvalo inson o'zi aytayotgan gapga o'zi ishonishligi kerak. Siz o'zingiz qanday qilib xalifaman deya olasiz? Siz axir namozingizni to'liq o'qiy olmayotgan inson bo'lsangiz, hali siz zikrlaringizni qila olmayotgan inson bo'lsangiz, demak siz o'zingiz ishontira olmaysiz. Demak sizga bu so'zlar taalluqli emas. Agar siz namozlarda hamma narsada Alloh taoloning buyruqlarida bajarib, hamma narsa o'rnida kelyaptimi? Demak siz o'zingizni xalifadek ishontira olishligingiz mumkin va bu aytilgan narsalardan, bu so'zlardan siz naf olishingiz, foyda olishingiz va buni hayotga tatbiq eta olishligingiz mumkin bo'ladi. Har qanday holatda ham unutmaylikki, biz ashrafi maxluqotmiz. Yaratilganlarning ichida eng sharaflisimiz. Va mana shu eng sharaflilarning ichida ham eng sharaflisimizki, biz islomdamiz, musulmonmiz. Alhamdulillah. Va bularning ichida ham eng sharaflisidirmizki, biz Alloh taolo bizga o'zini, ya'ni xalifadek qilib bir tushunchalarni beryaptiki, demak biz o'shanday bir xos bir banda bo'lishlikka harakat qilaylikki, o'sha sharaflilar ichida eng sharaflisi o'laroq shu maqomda qolishligimiz, shu maqomlarga erishishligimiz kerak bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.